Eng yaxshisi o yerga berish niyatingdan yo'q. O yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Manga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün üstüde bir köz yeni batıdı. Hey, bir şərpini anladınlarmı? Biz ceset bölgelerinin orasida qopdik. Hataylı! Ulan beni köpke! Hataylı! 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 Tez bulunlar! Asta beşimni kötürüp üstümge qarg'inimni bilaman. Nima degan qo'rqinchliq. Yo'g'onlig'i odamning bilidan ishki chiqqudek yilon tosh to'rik yamishib tillarini chiqarib bizga tikilib turadi. Nima degan yo'q. Uning tilimi 20 metrdan oshamdi nima? To'g'risi bo'lsa, o'michik to'rig'i o'rilib esilgan nurg'un jasad turadi. Qo'rqinchdan putlarim g'al-g'al titrab ketyapti. Hammamiz asta tosh ishga qarab surilishga boshladik. Shu topda putimni qandoq medirilib ketayotganligimni bilmaydim. Tang qilgan ovoz bilan tang eliq yilon kayniga bir silkingandan keyin bizga qarab o'qdak etildi. Ammo o meni tishlamay, o'dil Qaysarga qarab etildi. Daqiqa ichida beshimni borib Qaysarga qaradi. Uning tapanchasining uchidan is chiqib turadi. Boyanqi o'qni da shu chiqargan edi. Ammo o ikkinchi poy o'qni etishga ulgurmayla, yilon uning ko'krigidan teshib yuqoriga tortib chiqib ketdi. Uning ko'krigidan qon bilan tang oltin tangilar tushishga boshlagan edi. Bu qachonlarda idivog'an bo'g' edi. Buni hech kim sezmabdi. Hammamiz uning o'tkazgan savalligidan og'rinsaqmi amal yo'q. Hammasi kechikkan edi. Uning jon talishib vaqirgan ovozi butun o'rdini bir og'an edi. Tuyuqsiz atrofdan yurildigan ovozlar bilan tang to'rsidan qop-qora narsalar chiqishga boshladi. Endi chatoq bo'ldi. Endi jonni olqonga ep qochmoqda bilak chora yo'q. Tez bo'linglar. Ali, u nima? Jasad burgusi. Endi qochmasak o'limiz. Tez qichinglar. O'rdining hamma yeridan jasad burgusining quloqni yarg'udak chirildigan ovozi anglanayotdi. Qaysar allaqachon yilonga yem bo'ldi. Qolgan bashimiz o'zimizni tosh eshik tarafga qarab otdik. Tosh eshikning ichi qop-qorong'i koridor bo'lib, to'rt atrof toshdan qopirilgan ekan. Orqamdan xuddi Azroil qo'g'lab kelayotgandek tuyuladi. Tosh koridorga ishkirlab kirgan seri qorong'ulikqa cho'kib ketyotdi. Kaynimizdagi tosh eshik kichik bir chiroqdek ko'rinib, asta-asta yo'qolib ketyotdi. Kaynimizda jasad burgusining ovozi koridorda aks sado bo'lib anglanayotdi. Bag'ansteri yiqilib kelayotganligini belgili bo'ladi. Chiroqni yiqinglar! Vaqirishim bilan ikki qo'lchiligi kayni-kayndan oldi tarafni yo'ritdi. Hammaylar qo'rqib ketganimizdan o'zimizni orolda to'xtatib olgan edik. Oldi taraf koridor jasad burgusi bilan to'lib ketgan edi. Qopsilib qoldik, qanday qilamiz? Matiyan hozirg'inicha chiroqni oldiga qaratib turadi. Hech qanday yo'l qolmagan edi. Hammamizning umidsizlik, o'lim puroqlari chirmavagan edi. Otimiz! Bundoq o'lib ketsak bo'lmaydi. Shunda degash, ustidagi jasadini ilib olgan tapanchani Aliyaga uzatdim. Men qaraganda siz yaxshiroq otisiz. Ilim. Aliya tapanchani ilib, menga qarab beshini lang'ishtirib qo'ydi. Bu yerda o'lsak bo'lmaydi. Tayyor bo'ldinglarmi? Hammamiz cho'nqur nafas ilib, o'zimizni besishga tirishib o'tdik.
kaynimizdagi jasad burgilari qo'g'lab 10 metrchilik qolgan edi. 1 2 Tatatlagan ovoz bilan Matiyan avtomatda oldi tarafda o'q tutib yo'l ichib yurib ketdi. Bu o'lgur. Men tek sanab bo'lamadim. Sen sanab bo'g'icha kayningdagilar yetish bo'lmamdi. Matiyan atrofidagi jasad burgillarini otqa shifaqirab shundoq dedi. Oldi tarafdagi o'q tekkan jasad burgillari jon ochchig'ida odamning quloq menisini yorg'udek chirqiraydi. Nimandaq yo'g'on jasad burgillari bu? Tuyuqsiz paqochig'imdan kirgan og'riq menamga chiqdi. Qarasam, mushukdek cho'nliqdagi jasad burgisi tishlab bir parcha go'shimni uzib olayil deb qolgan edi. Menmi jon ochchig'imda xanjarni uning dumbisiga sanchidim. Endi birini besiq turdim deb o'ylab bo'g'icha dumbamga begi sanjig'andek qattiq bir narsa sanchidi. Tanimga qarab cho'chib ketdi. Yo'g'on bir jasad burgisi dumbamni tishlab kirishib qolgan edi. Qanday qilish kerak? Og'riq butun badanimni holsizlantirib qo'yib-atadi. Qo'limda qurol yo'q. Ochchig'imda kaynichlab mengib, koridorning temig'i dumbamni qattiq urdim. Yilqi jasad burgisining mejig'i chiqib, ko'pki qini o'zi bilan tam asta serilib tushib ketdi. Oldimda Matiyan, orqa tarafda Oliya otgan o'qning ovozi. Yana muni nas bosgan qurtning chirildigan ovozi qo'shilib, koridorni bir og'an edi. Yon tarafimda jarqin bilan Van Xalmo hadab jasad burgillarini chopqilib turibdi. Ularga qarab, menmi qaytadan elishishga boshladim. Qanchalik chopqinimni bilmayman. Xeyli jiq chopqandek qilsammi, hech ozlay demaydi. Aksi jiqlab ketayotgandek his qiladi. Oldimizda chiqishimiz bor ekan. Bu gapni Matiyan qilyotdi. Hamda hayot qilishimga ishonch tug'ilyotdi. Beshimni ko'tarib oldimga qaradim. Haqiqatan 20 metrcha oldimizda chiqish eg'iz turadi. O'qim tugdi. Kaynimdan Oliyaning ovozi anglanyotdi. Uning qo'ldan tortdimda ikki yinimga qaramayla chiqish eg'iziga qarab yugurdim. Bo'ldi, nimani bo'lsa bu yerdan chiqib olayli. Tutishibamanglar. Oldi tarafdagi jasad burgillarini Matiyan xeyli yo'qotib bo'lgan edi. Hammamiz chiqish eg'iziga qarab otlandik. Orqa tarafdan yopirilib kelayotgan jasad burgillarini ko'rib, texmo tez yugurishga boshladik. Udul kelganlarini tepib, oram deganda chiqish eg'iziga kelishimizga kayn tarafimdan Vanxan varqirgancha yugurib keldi. Yetvelinglar, bombani tashlab etdim. Bu gapni anglab ko'zlarimiz chakchiyib ketdi. Nimali bo'lsa bizga dab qo'yib olsa bo'lmamdi. O'zimni yerga otay deb bo'g'icha kayn tarafimdan gum qilgan ovoz bilan oldimga 4-5 metr uchib tushdim. Quloqlar zingildab og'riyotdi. Atrofni to'pichan qoplab ketgan edi. Men taslikda ustimdagi to'plarni qiqishtirib o'rnimdan turdim. Beshim qattiq og'rib ketyapti. Matiyan bilan qolganlarmi usti beshini qiqishtirib o'rnidan turishdi. Hammamiz boya chiqqan chiqish eg'iziga qardik. Chiqish eg'izi portlashda gumurlib tushgan edi. Hey, nimishqa bizga deb qo'ymayli bombani tashlading? Tos qoldik o'lgili. Shuni deyman. Bizga deb qo'ysang bo'lmasmidi? Ha, kechiringlar. Bayam qarsam kaynimda nurg'un jasad burgisi turibdi ekan. Shu qo'rqib ketganimdan sizlarga deb qo'yishni unutib qoptiman. Ha, bumi bo'g'ini. Endi jasadlar ichida qopsilib qoldi. Bundan keyin bunday ish qayta sodir bo'lmasin. Biz hozir yer ostida. Balki ular qopsilib qolmasligi mumkin. Qara bu g'arg'a. Ustida nurg'un to'shiklar bor ekan. Nimandaq cho'ng g'ar bu? Bu yer kam deganda 2 futbol maydonchilik bor ekan, ha? Oldimizda pastga tutashgan intayin cho'ng pashtoq turadi. Pashtoqning uzunligi 70-80 metr keladi. Pashtoqning yana bir uchida g'oyat zo'r bir o'rdi turadi. O'rdining tomlari butunlay toshdan qo'pirilgandek qiladi. Ali, ha? biz hozir yer ostiga qanchalik tushdik ekanmiz? Menmi uqmadim. To'g'risi qaradim.
To'ris bilan yer orlig'i kam deganda 40 metr chiqadi. Cho'q chuyib turgan toshlar hozirli beshimizga tushadiganday qiladi. 70 metr. Aliya kompasga qarab turgan edi. Bu ko'p iqtidorli kompas. Yer yuzi bilan bo'g'orliqni ko'rsatib berdi. Ammo hozir yo'nalishni ko'rsatib bermayotdi. U shundoq degash kompasni yenik silkib qo'ydi. Nima? Yo'nalishni ko'rsatib beramayapti-da? Uning qo'lidagi kompasni elib qaradi. Haqiqatan janub-shimol yo'nalishi to'xtamay cho'kilib turadi. Matya, buni ko'rib baqa. Bu yerda magnit maydoni bo'lishi mumkin. Kompas magnit maydoniga yo'liqqanda, o'shundoq yo'nalishni to'g'ri ko'rsatib beramaydi. Qaraganda ajdodlarimiz haqiqatan aqlliqkan. Mushundoq yer ostiga shahar barpo qilibdi. Hatto hech kim topolmag'day darajada. Amsa boyqa oltin qo'yilgan o'rdichu. U cho'qim podshohning qabrisi yoki oltin ombiri. Lekin hozirgi masala ovu maxluqlarda. Yelon, choyon, o'michuk, yarim muni jasad burgisi degan nechis. Acaba bular bir-birini yeyishmamdiganda? Balkim. Meningcha ular bu shaharni qo'g'dab-atadi. Buningga nima asosingiz bor? Asosim yo'q. Ammo ular nimishqa bu qumliqdilar. Yana kelib mushu atrofda cho'gilab yurdi. Biz olimni topimiz demay, bu yerdan jinimizni saq ib chiqaylik. Endi 3 odamdan ayrildik. Hamma qo'shilgandek beshini lag'ishdi. Endi qanday qilamiz yetakchi? Avval buni shaharga kirib baqaylik. Yana qanday soyibxo'lar kutyotdi bizni. Shundoq degash, tashdaqdan tushishga boshladi. Ali, ha? qara, men sana degandim-ku, ular qapsanib qolmadi edi. To'risdagi to'shikdan jasad burgilari oyoq uzilmay chiqib-atdi. Yaxshi. Yaxshi. Qaraganda ularning biz bilan xo'shlashqusi kelmaganda qiladi. Nimaga qarab turibsizlar? Qichinglar! 9-bob. Qiltaq. Yaxshi. Yaxshi. Qaraganda ularning biz bilan xo'shlashqusi kelmaganda qiladi. Nimaga qarab turibsizlar? Qichinglar! Hammamiz pashtoqdan oyoq tarafiga qarab yugurishga boshladik. Jasad burgilari allaqachon pastga tushib bo'lgan edi. Butun shaharni guldirilgan ovoz qoplab ketgan. Ular bizga yetishib olaylik deb qolgan edi. Ana, oldimizdagi ordining eshigi 30 metr, 20 metr, 10 metrlik qoldi. Mana, ordining ichiga kirib oldik. Arqimizdan jasad burgilari yetishib kelishga ozlik qolgan edi. Amsi qayoqqa? Matyan keyindagi jasad burgilariga o'q chiqarg'ash manga varqiraydi. Ordining yana bir tarafiga berib baqaylik. Hammamiz ordining yana bir tarafiga qarab yugurishga boshladik. Ordining ikki tarafida qator ketgan tosh to'riklar ordining to'risiga taqashgan. Bu orda shundoq hayvat bo'lib, har qanday podshoh ordilaridan qilishmaydi. Erler mahsulot setib olmoqchi va yoki vakolatchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidar nomerini qo'shib oling. 186 99 079 128. Oldimizga 10 metrcha yugurmasdilla. Keyin tarafimizdan gum qilgan ovoz anglandi-da, butun ordining ichi qop-qorong'ulik cho'mib ketdi. Biz hech nimani ko'rolmay, hayronlikda o'rnimizda turib qoldik. Hammamiz qo'limizga qurol ilib, o'sha turishga boshladik. Chiroqni yondiringlar. Ovozimni shundoq bo'sh chiqarishga tirishib-atdi. Ikki qo'l chiroq so'z yenishga boshladi. Bu o'lgur.
Nas bassa shundaqmi basamdi. Keyniga qarab baqayli. Ishga itilib qolgan o'xshaydi. Hammamiz keyniga qarashdik. Darvaqa ordining kirish eg'izi yo'g'on tosh eshik bilan to'silib qolgan edi. Qapsilib qapdoq. Endi qanday qilamiz? Oldi tarafga mengib baqayli. Amal bashab chiqamanglar. Bir-biringlarga yaqinmanglar. Hammamiz ordining oldiga qarab mengishdik. Qo'l chiroqning to'ki qolmag'ashqimi bir necha metr orliqni yo'rtib turadi. Qadamlarimizni shundoq ehtiyot bilan ilib o'tdik. Oldimizga 10-20 metr mangmayla qo'l chiroqni o'chib qoldi. Qolgan ikkisi qani? Qaysarda biri bordi. Men dimi batdi, tushirib qo'yibdiman. Yaxshi. Bu ish qo'limdan keladi. Chaqmoqni yiqib mangayli. Ha rost, chaqmoq menda. Matiyan shundoq degach chaqmoqni yondirdi. Hech bo'lmaganda 1-2 metr doirani ko'rib manga oldik. Qanchalik mang'animizni bilmaymiz. Tuyuqsiz oldimizdan bir narsa uchib o'tib ketdi. Hammamiz ko'zlarimizni chakchaytib oldi tarafga maqtak tikilib turardik. Jiddiylashganligimizdan chiliq-chiliq targa cho'mib ketgan edik. Ali, bu yerda ovoz yo'qdi, ha? Aliyaning ovozimi qo'rqinchdan titrab chiqib o'tdi. Men gapimning oyig'i chiqmayla oldi tarafdan kuchli shamol yuzimizga urilib o'tib ketdi. Chaqmoqni o'chib qolgan edi. Men umrimda jin bor desa ancha ishinib ketmaydim. Ammo bugun bo'libmi hozir ishonmaymi ilojim yo'qdek qiladi. Matiyan hadab chaqmoqni yondirish uchun ovora. Tuyuqsiz keyin tarafimdan birisining nafas olgan ovozi anglashga boshladi. Butun tenim shurkinib ketdi. Oramizdagi birasi bo'g'iydi deb nachara tilab ketdim. Bu chaqmoqqa nim bo'ldi? Men sinab baqaymi ya? Aliyaning ovozi yenimdili chiqib o'tdi. Acaba meni ikki sarang men bilan o'ynashyaptimda? To'g'ri. Cho'qim shu. Jorqin. Vanxan. Asta ularning ismini chaqirdim. Ular keynimdan ha degidi. Ha? Nim bo'ldi? Ularning ovozi mening orqamdan emas, yenimdan chiqib o'tdi. Amsa bu keynimdan nafas ilayotgan kim bo'g'iydi? Acaba bular anglamayotganmidi? Uning nafas olgan ovozi asta yiqilib kelib o'tdi. Qo'rqinchdan butun badanimda jon yo'q. Xanjar tutgan qo'llarim menga bo'ysunmay titrab o'tdi. Xiyoliy tuyg'um emasdi, ha? Elimo odam ko'rishga tegishlik bo'lmagan narsalarning hammasini ko'rib chiqdim desam ortiq ketmaydi. Biz qechiyotqani bir kundan oshdi. Charchab qoldimmi ya? Ammo bu ovoz aniq anglanayotgan tursa. Tuyuqsiz, yilqi ovoz quloq tuvimda anglanishga boshladi. Kaynimga burilib, xanjarni uray desammi? Qo'lim menga bo'ysunmay o'tdi. Uning nafas olgandagi tinig'imi yuzimga shundoq sovuq deyib o'tdi. Hech qanday yerimni mediriltishga madorim qolmagan edi. Varqirash uchun eg'zimni ochsammi, ovozim chiqmay o'tdi. Butun asyodimni o'lim vahimasi qoplab olgan. Acaba yenimdagilar hech nimani sezmaganmidi? O'tagim bo'lsa chiqmamsan. Quloq tuvimda uni shundoq bo'sh ovozi anglab o'tdi. Ayollikdan umidimni uzib o'tgan edim. Ko'p qilgan ovoz bilan tang ordining oldi tarafidagi bir mash'al o'zligida yenib ketdi. Shuning bilan tang kaynimdagi narsami sovuq shamol chiqarib ustiga ko'tarilib ketganini his qilgan edim. Ordining atrofida mash'allar o'zligida yenib ordining ichini yo'q-yo'riq qilib o'tgan edi.
hammasi hayronlikda kim qilganini bilolmay bir-biriga qarabli qilishgan. Ammo men bo'lsam boyamqi qo'rqinishdan texcha qutulolmay o'tatdim. Nafsim shundoq taslashib, ikki chekamdan ter quyilib o'tatdi. Ali, ne bo'ldi? Ali. Matyanning meni chaqirgan ovozi anglangan bo'lsa-mu, beshimni mediriltishga holim qolmagan edi. Putimning o'zimni ko'tarib turg'udak holi qolmagan edi. Oxiri o'zimni bilmagan holda o'rnimga yiqilib tushdim. Ali, ne bo'ldi? Ali. Matyan shundoq degenicha yugurib kelib meni yo'lib oldi. Beshim qiyib, ko'zim o'zimga bo'ysunmay yumilib ketayotganligini bilib turibdim. Matyan bilan qolganlarmi beshimga kelib eg'izni mediriltib turganini g'uva ko'rib turibdim. Ammo ularning gapi hech qo'lig'imga kirmay o'tadi. Ali, ko'zingizni oching. Aliyaning ovozi so'z anglab o'tadi. Ko'zimni ming taslikda yirtib ichib uningga qardim. Men nim bo'ldim? O'shingizdan ketdingiz. 2 soatdan oshdi sizni o'shingizga keltirmay chaqiryotqili. Adash, qandaqroq tursa, odamni shundoqmi ansiratting? Men nim bo'lganimni bilmayman. Ilk narsa mening kaynimda. Butun badanimda kuchtab narsa qolmadi. O'zimni o'ldim deb o'ylagan. Ilk narsa? Qaysi narsa? Biz ajab tuymadik-ku. Bizni chaqirsang bo'lmasmidi? Medirlayolmadim. Badanim menga bo'ysunmadi. O texi qo'lig'imga o'lasan deb pichirladi. Nima deydigansan? Meni yo'lab qo'yinglar. Ularning meni tosh to'yrik yo'lab qo'yishi bilan dumbam shunda qattiq og'rib ketdi. Og'riq chidamay yerda yetib to'lg'inib ketdim. Ali, ne bo'ldi? Ha? Yig'landim, ha? Ne bo'ldi? Gap qila. To'g'ri. Jasad burgusida tishlab olgandek qilgan. So'kki bilan choponni silib ko'rib boq. Yig'lanib qolmasa yana. Tez bo'l. Chopinimni silish shundoq taski to'xtadi. Endi salay deguncha dumbam xuddi pichoq bilan qo'chigandek og'rib hech holimni qo'ymay o'tadi. Bundoq og'rib turmasa chidabli bitay. Qaytganda ondan bir gap bo'lsam. Unda bo'lsa biz pichoq bilan kemani yeritib soldiraylik. Qandoq? Bundoq turaversam bo'lmaydi, Ali. Ikkala. Matyan shundoq degach, qo'liga pichoqni oldi-da, chopinimni asta yirtishga boshladi. Asli jasad burgusining ishki taltishi turib qolgan emasmi? Aliyaning bu gapini anglab, ko'nglim joyiga tushdi. O'zimni yiliqi koridorda dumbamdagi jasad burgusini tamg'i kayinchilab urg'inim esimga keldi. Keyin jonni ilib qochaman deb yorlanganlarim esimdan chiqib ketibdi. Amsa mono pichoqni tishlab turing. Jasad burgusining ichi cho'nqir kirib ketibdi. Tatqanda cho'qim og'riydi. Nima? Qanchalik cho'nqir kiribdi? Ansirab ketmang. 2-3 santili kiribdi. 2-3 santili dam texi. O'zingizniki kirmagandikin ancha cho'nqir bilinmayotgandi. Bo'ldi. Nimani bo'lmasin elvatmasak bo'lmaydi. Buni tishlang. O shundoq deb pichoqning sepini chishiltib qo'ydi. Endi yo'lib etiman, qo'rqib ketmang.
uncha og'irmaydi juma. Mana sanashni boshlayman, ha? Ishni sanaganda totidi deb cho'nqur nafas ilishimga kuchab birli tatmasmi. Dumbamdan ikki tal ustixonni totib chiqqandek bir xil hissiyotga keltirib qo'ydi. Vaqirashqim o'lgiranmay yerni tirab o'ltirib qoldim. Bo'ldi, chiqarib oldim. Hech bo'lmadi mana. Elimi yaxshi umurtqangizga sanjilib qolmabdi. Bo'lmasa, Qani, siz salayman deyotgan-ku. Elim yaxshi dang tehi. 2-3 santi kirgini yetmamda, ha? Ayollar tulka deganni anglagan. Mana bugun ishondim. ishonamsiz yoki ishonmamsiz bu o'zingizning ishi. Men faqat sizga yordam qildim xolos. Ali, ma, buni kiyib ol. Rahmat. Sana bir chapon qarz bo'lib turay, ha? Endi mang'aylimi? Yo'l yo'q. Nega mangsan? Yo'l yo'q. Oldimizda chiqish eg'iz yo'qmikan? Yo'qkan. Hamma taraf etikkan. Orqamizni tosh shik to'rib oldi. Sirtda nurg'un jasad burgisi bor. Yana deysan, birsining ovozi olandi deb yuriysan. Qandoq qilamizkin? Ras. Bu mash'alla qandoq qilib o'zligidan yinib qoladi? Qaraganda biz jin alvostlarning qiltiqiga tushgan o'xshaymiz-ku. Ha? Qandoq deysan? Ko'nglim tuyibli turdi. Balkim tushgandimiz. Shundaqdimi o'limni kutib yotsak bo'lmas? Atrofni kuzatib boqaylik. Cho'qim chiqish eg'izi bor. Har bir gumonliq nuqtaga diqqat qilinglar. Hammamiz atrofni kuzatishga boshladik.